Assalomu alaykum ahli muxlis, ahli YouTube, sog' salomatmisizlar? Sovuq kunlarda qiynalib qolmayapsizlarmi? Hammaga Alloh sabr toqat bersin. Bu yog'i oz qoldi, Xudo xolasa. Meni ismim Abdumali. O'zimga tegishli bo'lgan shaxsiy Malibu mashinasida yana Toshkent shahrida taksichilik qilishga yo'l oldim. Faqat biznes tariflarida ishlayman. My Taxi, Millennium va Yandex Taksida. Bugun haftaning chorshanba kuni 18 yanvar kechki 18:00 ga yaqinlashib qoldi. Bugun bir sinab ko'ramiz, Alloh nima yozgan ekan pechinamizga. Mana demak, bugungi ish kunini boshlaymiz. O'rtoqlar, kutilmagan joydan birinchi zakaz kelib qoldi. 200 metr narida turgan ekan. Demak, bugungi ish faoliyatimiz boshlandi. Ой, ассаламу алейкум. Alaykum assalom. Ой, Assalom. ой, дальше я не помещаюсь. Давай, садись. Ой, Секунду. я, кажется, на папу села. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мы вас так долго ждали? Нет. Нет. Или вы случайно? Я специально для вас. А? Это уже другое. Другая же? Да. Ой, Ой, бля. Он цесова марта. сорокулька. Ты ужасно. Получилось? Детей позвать. Счастья вам, молодые. Спасибо. Ой, спасибо большое. Долгой лет жизни. Давай как. Сейчас бабуля выползет. Ой, Не торопитесь. Давай, больше. Я проверю. я хочу заклинить. To'la zakaz tugatdim. 2 yoshning baxt kechasi ekan, baxt tilab qoldim. Bunaqa zakaz birinchi marta bo'lishi, birinchi zakaz sразу bunaqa zakaz juda ham ajoyib. Ish davom etadi. Hozirgacha bu o yangi zakaz kelib qoldi. Oldim. Zakazga qarab otlandik. Ketdik. Даже uzoq qimirlashga ham ulgurmadim. Zakaz отменен. Bu уже 3-chi отмена. Hozirgi 10 minut ichida 3-chi отмена. Здрасте. Я Здравствуйте. просто не понял, что это вы. Смотрю, ищете. Ну, простите. Ничего страшного. Всего Спасибо доброго. До свидания. До свидания. Vaqtiga qaramanman. Vaqtiga 12 minutcha edi. 22 ming bo'ldi. Alaykum assalom. O'rtoqlar 3 minut 15500. O'rtoqlar marshrutka tarifi bo'yicha zakaz keldi. Buni hamma shoferlar yaxshi bilishadi. Bu degani bir nechta adres ko'rsatilgan. Mana zakazni bajaramiz. Bizani ishlash. Здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Посчитайте на всякий случай. Я могу ошибиться. Все верно, спасибо. Всего доброго. До свидания. o'n 15 minut. Men buni marshrutka deb o'ylagan edim, lekin o'rtadagi tochkada tushib qolishdi. 15 minut 25 ming so'm. Здравствуйте. Здравствуйте.
이제 타고 가시면 되는 거 아니에요? 아, 아닙니다. 저는 조금 있다가 어디로 가야 될지를 좀 정해주면. 아, 출구로 가야 되는지, 밖으로 가야 되는지. 예. 8 minut 19.500 so'm. O'rtoqlar, endi Olimboy oldiga keluvdim. Zakaz kelib qoldi. Olimboy, qo'lingizni bundoq qilib qo'ying. Bundoq. Hali qaytib kelaman. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, Bluetooth bormi? Bor. Bo'ldi. Alaykum assalom. Здравствуйте. I DM in vanish mode, I do that shit a lot. Took her panties off and this bitch thicker than a plot. Sizga. Sog'ing. 22 minut 51.500 so'm. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, не вижу. Пожалуйста. Все добро. Через 100 метров поверните направо. Aytgancha 15 daqiqa, 15 minut 19.500 so'm. Bu biznes emas. Shahardan, markazdan ancha chiqib ketganim uchun komfortni yoqdim, kirib olish uchun. Endi markazdaman, bu yerda faqat biznesda ishlayman. Здравствуйте. Здравствуйте. А ты по итогу два объектива брал или один твой? Куда? Или вообще все твои объективы? Три моих. Два моих, один не мой. Но я тот, который не в ките давали, я его не взял. Добро. До свидания. До свидания. Машина едет. А можете открыть? Да. Uch minut 13,5 ming so'm. Bu komfort tarifidan zakaz edi. Distansiyasi juda ham kalta bo'lgani uchun komfortdan oldim. Assalomu alaykum. Moment. Нет, rahmat. Vaqtiga qaramanman. No, 37.500, passajir 40.000 deyapti. Здравствуйте. Я выхожу первый. Иди. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Как я давно на Малибу не был? Так, сколько ушло? 37. Так, 30. Так, 37 не выпущено. Ну, я вот такой. Мне просто мелочь почему. Спасибо. Ладно, до свидания. До свидания. On 6 minut 37 ming so'm. 508 kilometr dalniya podacha. Bitta podyezdan ikkinchi podyezga borish kerak ekan. Olamizmi? Olmaymiz, конечно.
My Taxi depozitini to'ldirib oldim. Endi My Taxi'dan ham zakaz berib qolsa ajab emas. Спасибо. 5 minut 18 ming, 19 ming so'm. Добрый вечер. Здравствуйте. Хилтон, правильно, Наталья? Да, Все Хилтон. отлично. Спасибо большое. Хорошего вечера. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. To'rt minut yoki 5 minut. 19.500 so'm. Я назад хочу. Суперный такой, а? Я хочу. Здравствуйте. Алло. Все. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. До свидания. To'rt yarim minut 20.500 so'm. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Всё Хорошего доброго. вечера. Спасибо вам также. До свидания. До свидания. Sakkiz minut 23 ming so'm. Eshitdinglar, zakaz keldi. Zakazgacha 1,1 kilometr 3 minut, zakaz bo'yicha 8,2 kilometr 14 minut. Заказ отменен. Yaqingina edim, 4 minut 3 minutda yetib boradigan. Yaqingina joyda edim, 4 minut 3 minutda yetib boradigan, lekin zakaz atmenyon. Mayli. Şöylemiş. Merhaba. Ahmet bu. Ha, 35 bo'ldi. Bo'ldi? Ha bo'ldi. Sağ sen. Tabii, mamnun oldum. Yaxshi ishlar edim. İyi akşamlar. Voy, vaqtiga qaramanman. No, qisqasi 64 ming bo'ldi. Hozir My Taxi'dan zakaz kelib qoldi. Здравствуйте. Уважаемый. В Акасите едем, который на Дархане. Да. У меня навигатор. Да, я вижу, он еще сегодня плохо себя ведут. Как он погнал. С ума сходит. Добро. И вам всего доброго, хорошего вечера. Спасибо. Olti 7 minut vaqt oldi. Bu zakaz 25.900 so'm. Shu fursatdan foydalanib bitta mavzu kelib qoldi xayolimga. Hozir ko'pchilik Telegram gruppalarda, shopperlarning gruppasida yozilyapti. Liniyadan chiqib qo'yinglar. Zakaz olgandan keyin degan gaplar bor. Bu yaqinda Kirakash Polvon degan video blogerimiz bor. Murod Rashidovich. O'sha kishi ham aytib o'tdilar.
liniyadan chiqib qo'yiladi. Bu haqiqat ekan. O'zimiz sinab ko'rdim. Boshimdan o'tkazganim aytaman. O'zimga taksi zakaz qilganimda ikki xil narx chiqdi. 20 ming so'm tagiga chizib qo'ygan. Agar 3 minut qo'shimcha kutadigan bo'lsangiz 18 ming bo'ladi deb yozib qo'ygan. Bu aniq kimgadir tsepочка bo'ylab zakazni bermoqchi. Mana keyin oldinlari e'tibor bergan bo'lsanglar, zakaz yopgan paytda plus 2000 so'm kompensatsiya za skidku degan yozuv chiqardi. Keyin bu narsa yo'qolib ketdi. Demakki, уже o'rgatib bo'ldi passajirni. Haydovchilarni ham o'rgatib bo'ldi. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, zakazni olgandan keyin liniyadan chiqib ketishni men ham maslahat beraman. Sababi hozir hamma benzinda yuribdi, oson emas. 2000 so'm ham bu ham sezilarli narsa. Hatto komissiyani yopsa bo'ladi yoki baribir bilinadi. Ayniqsa start, ekonom, komfort tariflarida bu yaxshigina bilinadi. O'shaning uchun liniyadan chiqib qo'yishni men ham maslahat beraman. Tungi 1dan 10 minut o'tibdi. Soat 6da liniyaga chiqdim. Bugun ahamiyat berdim. Ko'pchilik tungi klublar ishlamayapti. Hozir bitta bundan oldingi passajir bilan ikkita tungi klubga bordik. Ochiqmi, yopiqmi deb qidirib, yopiq. O'sha sababmi bilmadim, zakazlar soni kamaygan. Hali Allohga nasibasi shunaqa ekan. Hozir damoy yoqdim, komfortni ham yoqdim. O'sha zakazni tugatgandan keyin bugungi kun itogini, natijalarini aytib, kilometraj, qancha foyda, qancha nalog, hammasini aytib beraman. Bersin. Через 50 метров поверните направо, а затем поверните направо. O'rtoqlar, 20 minut 35 ming so'm. Hurmatli muxlislar, bugungi kun natijalariga keladigan bo'lsak, liniyada 6 soatdan ko'proq bo'ldim. Hozir uyimga yetib borishim bilan qo'shib 170 kilometr yo'l yurdim. Hamma agregatlar bo'yicha umumiy qo'shib, choy-chaqalarni qo'shib sanaganda 500 ming pul bo'libdi. Bundan endi 120 ming taxminan yoqilg'i uchun olib tashlayman. 80 ming komissionni olinadi taksoparklarniki, shunda 300 ming toza qolyapti. Bu sizlar uchun yaxshimi, yomonmi, ko'pmi, kammi o'zingizlar hal qilasizlar. Men bu videolar bilan biznes taksida ishlang, biznes taksida ish zo'r yoki biznes taksida ish yomon deb aytmoqchi emasman. Men shunchaki taksisi ishini ichkaridan bizning ko'zimiz bilan ko'rsatib berishga harakat qildim. Agar videoim yoqqan bo'lsa, sizlardan like, agar yoqmagan bo'lsa, dislike, qanaqadir fikringlar bo'lsa, xohish, istaklar bo'lsa, marhamat izohlarda qoldiring. Men uni inobatga olaman va keyingi videolarda bu narsani qilishga harakat qilaman. Shu bilan bugungi ish kunimiz tamom. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman o'rtoqlar.